Assalomu alaykum aka-ukalar, ag'ayinlar. Aynalar, bir tane like'ni bosib, gumburlab, gruppa shunday padilisa qilingizlar, bexabar barodarlarimiz xabardor bo'lsin. Aynalar, bir barodarimiz bedarak jo'g'algan, yo'q hozir. Hech teberlari, ata-enalari xavotirda. Xo'p, Nazarov Qurbon Usmonovich 19/07/1986-yil Qo'rg'ontepa. Shu Qo'rg'ontepaning birinchi, ikkinchi nasozidan ekan. Shu Bag'ishdan birinchi nasoz deyman, kanalda mana shu yoqdan. Uchinchi nasoz mana shu yoqdan aynalar. Kim ko'rgan bo'lsa, bilgan bo'lsa, bilsa, ekranda telefon nomerlari, telefon qilingizlar, barib olib kelib turib uyga jo'natib jersin deydi. Jetsin aynalar. Bir tane like basingizlar, gruppa padilisa qilingizlar. Hech narsa ketmaysizlar, bir ta like bosish. Shu agar qancha like bo'ldimi, shuncha video keng tarqaladi. Nima deyman, jonlaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, o'zlaringizni asrangizlar. Lekin mana o'zimizning akamiz ketdi. Qanday bo'lyapti aka? Normal. Zo'r bo'lyapti. Zo'r bo'lyapti. Oyoq dam olyapti tana butun vujud. Haligi Qizil Ketman va Shartuz hammasi kelaversin-a. Kelaverasizlar, mana adresda hamma yerda yozib reklama qilib qo'yibdi. Bemalol kelasizlar, mana akamiz xizmatda. Lechini qilib ketasizlar, mazza qilib. Inshaalloh xudo xolasa kelaveradi, ortiq javob qilamiz sizni. Qarangiz, men sizga shulib qo'ydim, ha. Bu kishiga hijoma qildim sizni. Mana qanday bo'ldi taassurotlar? Qanday bo'lyapti? Juda yaxshi bo'ldi. Mana anchadan beri bir vaqt ajratib kiymoqchi bo'lib yurdik. Shu keldik, mana tanishdik. Yoshimiz ham teng ekan doktor bilan. Yana ham qalin bo'ldik. Mana nimaga sandalga kirdik, nimaga bochkaga. Odam o'zini yengil his qilib oldi-da. Endi doktor qachon kel desa kelaveramiz. Inshaalloh, o'zim sizga telefon qilaman. Bo'ldi, nasib inshaalloh. Mana shu bir kesalaringiz o'zi nimasini foydasini bilgandan keyin kelgingiz kelaveradi. Inshaalloh. Kimda agar mana shunday ozgina dard bo'lsa, nima bo'lsa, mana kesalaringiz inshaalloh avvalo Xudo dardni davoni Xudo beradi. Shu akamiz do'stimiz bir sababchi bo'lib qoladi. Keyingizlar mana agar lechini qilmoqchi bo'lsalaringiz, Moskvada bo'lsalaringiz, adres mana город Katenniki, улица Stretili, dom 2. Shu kelasizlar, do'stimizni kutib oladi. Inshaalloh, kutib oladi. Men yaxshi his qilyapman o'zimda, yaxshi menga foyda qildi-da, birinchi marta. Mana akam bu necha marta bo'ldi kelasizlar? Men 3-marta kelishim. Mana bo'ynimda Astrakhan roz, davlenim 220 dan tushmasdi. Mana shu kelib, mana shulyuk, zulyuk shuni qo'ydirgandan keyin ancha foyda qildi. Mana 3-marta yana keldim, shu belga qo'ydim, oyoqlar, grija bor, tizalarda og'riq. Mana shu hozir juda o'zimni yaxshi his qilyapman. Mana kelingizlar. Juda ham yoqimli. Foydali. Foydali inshaalloh. Alloh shifosini bersin. Bir duo bering aydan. Duo bering. Siz bering duoni. Duo bering. Nima deb duo? Ha, shu har bir musulmon ishlaringizga baraka. Hamisha shunday odamlarni sog' salomat qilib, kasaliga shifo berib jo'natavering. Alloh rahmat.